Bismillahirrahmanirrahim. Endi mol uchun kurashish kerak ekan inson qarang. Moli uchun uni ber desa berib qo'ymaydi laqillab. Endi nimaga odamlar hozir din uchun kurashmaydi? Birinchi darajadalik zaruriy narsa bu. Ber desa dinni berib qo'yaveradi. Yechsa yechaveradi hijobini. Nima yechaman demaydi. Soqolini olsa olaveradi. Nima olaman demaydi. Xo'p, to'g'ri biz musulmonni buni ayblab haligi quloqini qayirib urib tepib oldirayotgan odamlarni ayblolmaymiz. Nima ham qilsin ular? Lekin nima qilishini aytyapmiz-ku mana. Indamay, o'tiravermay, chiqib jar solib hamma yoqqa ovoz qilishi kerak. U faqat soqolga kurashayotgani yo'q, ro'molga kurashayotgani yo'q, dinga kurashyapti u. Hukm jihatdan olib qarasak, soqolni olish unaqa paytda joiz. Ro'molni yech desa urib tepib yechish ham joiz. U mayli, hukm boshqa narsa, lekin umumiy dinga kurashda indamay o'tiravermaydi odam. Chunki oddiy molga kurashayotganda Alloh haqqi 3 marta so'ra deyaptilar. Gapga kirmayaptimi yaxshilikcha? 3 marta emas, 300 million martalab gapirilyapti-ku musulmonlar. Ey, davlat tinch qo'y musulmonlarni deb. Gapga kirmayaptimi? Kurashish kerak. Kurashishni qanaqa bo'lishini aytdilar. Butun atrofda odamlarni jamlab jar solish kerak. Boshqa sulton bo'lsa, boshqa sultonlardan yordam so'rash kerak. Yoki o'zi kurasha olsa, o'zi kurashish kerak. Harakat qilish kerak. Indamay o'tiravermaydi. O'ldiradi desa, o'ldirsang jannatdasan deyaptilar. O'ldirib qo'ysam desa, do'zaxda. Mol uchun kurashgan do'zaxda bo'lsa endi qarang. Sizga molingizni ber deb nohaq sizga urush qilgan odam. Endi diningiz uchun kurashsa, o'ldirib qo'ysangiz do'zaxda bo'lmaydimi u? Hech qachon qo'rqmang shuning uchun undan saroy mullaning gapidan. Ha, axir u ham namoz o'qirdi. Axir u ham la ilaha illalloh dedi, jumaga chiqardim, o'zim ko'rganman, jumaga chiqardi deb yotadi ular. Rasululloh ham mana bu yerda uni musulmon kofirligini ajratganlari yo'q. Mol uchun, endi din uchun kurashyapti bu. Alhamdulillah musulmonlar davlatdan molini so'rayotgani yo'q hozir. Balki musulmonlar rozi, davlatga molini bersa-da, evaziga davlat ularni dinini tinch qo'ysa. Alhamdulillah deydi musulmonlar. O'shanda kurashsa ham aslida u joiz ekan. O'zi shahid bo'lar ekan musulmon. Endi din uchun kurashsa hozir uni harom bo'ldi, xavorij deydi. Bu hadislarda ham ular faqat davlatdagi chegarani qo'riqlayotgan askarlarga uchradi. Xalq molini himoya qilsa, nafsini, avvalambor dinini himoya qilsa, u xavorij bo'ladi ularning nazarida. Qur'on sunnat faqat hukumatga kelganda ularga ya'ni. Abu Ja'far aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kim o'ziga qilingan zulm qarshisida qatl qilinsa, u shahiddir. Mana bu hadis endi umumiy bo'lmoqda. O'ziga qilingan har qanday zulm, molingizga qilingan, obro'yingizga qilingan zulm, oilangizga qilingan zulm hammasi nosiga ketadi. Man qutila duna mazlamatihi fa huwa shahid. Mazlama o'ziga qilingan zulm degani.